Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qaranglar akalar, balonlarni optim joyiga kelganmiz. Xudo xolasa qo'yib berishi bepul. Agar meni nomimdan sizlaring azotini ham bepul qo'yib berishadi. Xudo xolasa. Azotini o'zi nechta pulga damlaysiz o'zi? 40 ming, 50 ming, 60 minggacha damlaymiz. Damlanadi. Mashinaning rusumiga qarab turib qilinadi. Akalar, bundan tashqari balonlarni ham arzon narxda qilib berishadi. Surishtirib kelasiz. Narxni qimmatroq ham olib qolishadi. Ya'ni o'zingizni 50 ming, 30 ming, 20 ming yurgan balonlaringizni ham pulga pichib olishadi hamda sizga o'sha pulni chiqarib olib, minus qilib olib, yangi balon qo'yib berishadi. Matizga deysizmi, plus Devo mashinalarga, bundan tashqari inomarkalarga ham bor, mavjud. Narxini akalar hozir mana azot bepul deyapmiz-ku. Ustanovka bepul deyapmiz-ku. Ko'p joyda ustanovka bepul, faqat azotni pulli damlab berishadi. Akalar, xudo xolasa, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Marg'ilonga chiqib ketishda chap qo'lda keladi. Toshloqdan kelganingizda. Xudo xolasa, narxini bir qator tanishib o'tamiz. Bundan tashqari mana o'zimga ham balon qo'yib berishyapti. O'zimga archa balonim bor edi. To'g'risi, rosa chiyillayapti. Hozirda mana o'sha T-Rex degan balonmi bu aka? Tersello degan ekan. Men Marcello deb o'qibman. Tersello balonimiz 195 ga 65 15 bahorga, yozga, kuzga, qishga 4 ta mavsumga ketadi. Yillari 26. Diska sashtalari bor. 26. Tog'li, qorli yo'llarga yuraveradi, shumi yo'q. Tezlik ko'taradi. Qirrali, tishlari ham o'ta chiroyli, yumshoqligi ham yumshoq. Xudo xolasa kelishaveradi. Keyin albatta. Damas akalarimizga zo'r yangiligimiz bor aka. Nima yangilik bor aka? Hech qayerda yo'q narxda aka. 175 ga 70 12 razmerda 12 balonimiz. Donasini 250 ming so'mdan qilib yubordik. 250 ming so'm. Donasi 4 tasi 1 million bo'ladi. O'zida nechta sotiladi o'zi? Xo'p, 300 ming, 350 ming, 375 minggacha sotdik. Nimaga arzon berib yuboryapsiz aka endi? Maqsad ishni rivojlantirish. Bizga foydasi kerak emas, kelib xalqimizga bo'lsin, foydalanishsin, chiroyli qilib ustanovkalar ham ichida. Ustanovkasi ham. Dastavka deysa, kelishilgan holda dastavka qilib chiqarib yuboraveramiz. Albatta. O'zida o'rnatib ham boraverasizlar. Juda ham yaxshi. Yana qanday mashinalarga balonlar bor? Har xil mashinalarimizga bor, diskalarimiz bor mana. Cobalt 13 yangi chiqqan. Cobalt 13 Damas. Cobalt diskani endi Matizlarga ham, Damaslarga ham qo'ysa bo'ladi. Tushaveradi. Xo'p, Vossen diskamiz, elegant diska so'raganlarga elegant diskamiz. Keyin mana yangilik kelgan Malibu Premier diskamiz. Bu ham 13 razmerda bo'ladi, trendda bo'layotgan. Kichkina razmerlar ham chiqyapti bu. Mashalloh, juda ham yaxshi. Balonlar eng arzon nech puldan boshlanadi sizda? Eng arzoni 250 ming so'mdan 600 ming, 700 minggacha bor. Bor, 600 ming, 700 ming so'mgacha donasi. Bundan tashqari o'zlarini balonlari bo'ladigan bo'lsa nech pulga olib olasiz endi misol uchun? Balonlarini holatiga qarab olib qolaveramiz, ustiga raziyasini kelishaveramiz. Barter xizmati bor. Siz 100% aka misol uchun men endi xalq nomidan gapiraman. Iloji boricha sizlarga men arzonlar chiqarishga harakat qilyapman. Akam to'g'risi rostdan qimmat purish emas, narxini arzon qo'yadi. Misol uchun ziyonga ishlamaydi bag'am, foydaga ishlaydi. Faqat o'sha 30 ming, 40 ming qolsa ham donasiga ishlasa bo'laveradi, to'g'rimi aka? 5 ta qo'lni og'ziga tiqib olish shart emas, xudo xolasa. Bittasi yetadi. Stabilni yuradi, bitta yetadi. Juda ham yaxshi. Demak, Cobaltga deysizmi, shu GM'ning mashinalariga hammasiga bor. Toshkent akalar bo'ladigan bo'lsa ham o'zlari maslahat berishadi. Qaysi balon hozir trendda yuribdi. Bundan tashqari yog' almashtirish, antifriz almashtirish xizmatlari ham mavjud. Iloji boricha agar balon qo'ygan kelganingizda buni ham arzonroq qilib berishadi. To'g'rimi aka? Yana nima gaplar qoldi aka? Qo'ldan kelgancha xalq kelishsin. Qanaqa balon deysa, arzon qilib, ishlar chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Demak, hozir bitta narxni aytib o'tamiz, a? Damasga o'rtacha 1 millionga almashyapti. Damasga 250 ming so'mdan 12 razmer, 450 ming so'mgacha bir 10 xil, 12 xil balon bor. Ha, Damasga. Eng arzoni 250 mingdan boshlanadi. 13lari xo'p, 250 ming, 275 ming, 300 mingdan boshlab 500 minggacha bor. 10 xil, 12 xil balon bor. Bir xil, 2 xil assortimentimiz bor. Kami 10 xildan balonlar bor. Necha xil balonlar bor? Bitta nomini ayting aka. Xo'p, Cobaltlarimizga mana Premium Falcon, Tarsello, Falcon yangi guli, Catecho, Habilet, Arevo, Imperati, Alsezon, Trackmax, Largo Jairot, masofa har xilidan bor. Alimaxlar ham bor ekan, Imperativ. Xullas hamma balon bor akalar. Endi batda hozir o'zlarining ishxonalarining oldi bo'lganligi uchun, ustaxona sal kichkina bo'lganligi uchun yetarlicha olib chiqib qo'yishgan. Undan tashqari skladda ham narsalari bor haligi. Noto'g'ri xayolga bormanglar. Akamizni nimalar оборотлari ham yaxshi, narxni bo'limenli qilib atrofdan ko'ra arzonroq qilib berishadi. Misol Andijon, Namangandan
qo'shni viloyatlardan ham akamiz oldilari kelishyapti. Ko'p kelishyapti. Kelishyapman, o'zim ham guvohi bo'ldim. Xudo xolasa mana o'zim ham ikkinchi marta balon qo'shib berishlari. Bundan oldin Matiz minardim. Matizimga ham qo'yib berganda mana endi mashinani yangiladik. Boshqa mashinamga ham qo'yib berishyapti. Xudo xolasa akamiz tavsiya qilaman. Kelishaveradi, arzon narxda qilib beramiz. Xudo xolasa atrofga qaraganda 50-100 ming arzon qilib beramiz. Albatta, aloqa chiqarasizlar akalar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.